Bu sirlarni hali siz bilmaysiz. Ya'ni bizni terimizni, sochlarimizni, tirnoqlarimizni go'zalligi nafaqat bizni kosmetikamizga, balkim bizni gormonlarimizga, ichayotgan vitaminlarimizga va albatta ovqatlanishimizga ham bog'liq. Va shu o'rinda aytib o'taman, eng zo'r vitamin bu uyqu hisoblanadi. Ya'ni biz uxlab chiroyli bo'lishimiz, uxlab ozishimiz va uxlab go'zallashimiz mumkin. Nafaqat bu, balkim chiroy uchun kerakli analizlar, terini sog'lomligi uchun qilinadigan ishlar, sochlarimizni jilosi uchun ichiladigan vitaminlar, bular barchasini biz sizlar bilan 12-mart kuni salomatlik va go'zallik forumida gaplashamiz. Kirish mutlaqo bepul. Hammanglarni kutib qolaman va o'zinglar uchun juda ham foyda olishlarini eslatib o'tmoqchiman.